chi pitbull terrier, bratan. Barini sotib qo'ydinglarmi? Kimga sotdinglar? Bratan, biz o'zimizni kanallarimizni ochmaymiz-da. To ishimiz yurishmay qoladi. Davay bratan, sen bizga undan ko'ra ko'proq partiya ber. Biz shef bilan tanishaylik, dujeni qilaylik-da. Shu. Kamdan o'xshagan u xotin kim? Aka, nima deyapsiz? Tavba, qanaqa kombayn? Otim Hadicha. Hadicha, bratan, bu yangi realizator aslida o'zi. Qo'shdan keyin Bishkekni boytaman deb keldi. Jostki xotin, mixti. Kerak bo'lsa-chi, bratan, Oriflame'da движение qilgan. Haligi mirzalarning somsasini shu ko'targanda. Yoki-palki, bunga вообще не принципиально что продавать, bratan. Somsa sotadi, narkotik sotadi, kerak bo'lsa, somsani ham narkotik bilan sotib yuboradi-ku. To'g'ri aka. Menga yomondan pul kerak-da. Men hammasini sotaman, любойni sotaman. Bersangizchi, просто erim zonada-da, mollarim didomda-da. Bratan, bu вообще не принципиально xotin. Bu o'zi narkokuryер emas, bu chi pitbull terrier, bratan. Aka, yomondan hazillashasiz-da. Ko'rdingmi, bratan, jostki xotin. Pluslari слишком ko'p, тем более ayol kishi. Bizniki bo'lsa чистый munda мужской kollektiv. Agar bolalar rozi bo'lsa, normalniy движение qilsa bo'ladi. Aka, yomon oshirib yorasiz-da. Hazillashaman, bunga tegmanglar, bo'zi слишком jostki. Kerak bo'lsa, tuxumingizni qiritishlaydi.